Aziz iste'molchilar, hurmatli korxona va tashkilot rahbarlari, ayni raqamli texnologiyalar kun sayin rivojlanib borayotgan davrda bunday manzaraning bo'lishi albatta achinarli. Bu navbat kutishlar avvalo sizning vaqtingizni o'g'irlash bilan birga ortiqcha ovoragarchilik hamda asabbuzarliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ichimlik suvi va oqova suv xizmatlaridan foydalanish bilan bog'liq jarayonlarni onlayn boshqarishga harakat qiling. Buning uchun uyingiz yoki korxonaning o'zida turib, maxsus tashkil etilgan saytlardan yoki Telegram bot sahifasidan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun siz internet tarmoqlari orqali sb.ussuf.uz nomli saytga kirishingiz va tegishli bo'lim orqali quyidagi tartibda hisobot topshirishingiz mumkin. Suv iste'moli bilan bog'liq rasmiylashtirish jarayonlarini quyidagicha bajarasiz. Barcha mobil ilovalar orqali va to'lov shoxobchalarida hisob raqamga to'lov bo'limiga o'tib amalga oshirsangiz bo'ladi. Aziz iste'molchi, yuqorida eslatib o'tilgan imkoniyatlardan foydalangan holda asablaringizni va vaqtingizni asrang. Zero ayni tezkor zamonda sizning har bir daqiqangiz qadrlidir.